Assalomu alaykum. Asakadan gapiramiz akalar. Andijon Asaka bu adresimiz. Eksklyuziv video bo'ladi. Darvoza doim razmer olishdan video joylanib video qilamiz. Darvozamiz mana ustunovka bo'lgan joydan akalar. Darvoza plus kaziro. Darvozamiz o'zimiz ideyadagi darvozamiz. Tepasiga kazirolar bilan yasab berganmiz. Tepasidan leksan qilib darvozamiz dizaynini ko'ring akalar. Cho'tkimi? Uyimizdan xudo xolasa pashti bitib qoldi. O'zi Asakaga kelgandim. Oka safarda edilar, darvoza zakaz berganlar edi. Hozir kelibdi aka. Kerak. Assalomu alaykum. Oka, rohat yo'q aka. Shunda faqat telefonda gaplashganmiz. O'zlarini ko'rmagandim. Razmer olgandan o'zlari safarda edilar, Koreyada edilar. Darvozani kazirolar bilan sinov qilib berganmiz, oka o'zlari kelib qoldilar. Hozir Asaka dedim, telefonlashib qoldi, kirdi. Yaxshimisiz aka? Safarlar yaxshi o'tdimi? Rahmat, salomat bo'ling. Darvoza qanaqa chiqdi aka? Cho'tkimi? Ochilib yopilishlari sifati ma'qulmi? Darvozaning materiallari sifati qanaqa ekan aka? Ishonchliga tavsiya qilamiz, qilaverasizlar. Ishonchlimi axir? To'g'ri yoqdimi? Chang bo'lib turibdi, e'tibor bermaysizlar. Ochilib yopilishlari darvozamiz og'ir bo'lishiga qaramasdan cho'tka holatda yengil bo'ldi. Bu bitta qanotlari, bu yoqda mana ikkinchi qanotlari. O'zi asli bu yerga kelishimning o'ziga yarasha sababi bor. Sababi nima desam, okalar, darvozaning razmerini men cho'tka olgandim. Darvozani bu tarafi yer cho'kkan, mana. Bu taraf ozgina cho'kkan. Darvozani diagonalda ozgina rangsa qilyapti. Bitta ko'rib berasiz o'zingizlar. Atayin kirdim hozir Andijon kelganda. Hozir endi bu yerni ko'tarib yuborish iloji yo'q. Yer kafelini ham nolli shunga hisob olib qo'yilgan iloji yo'q. Lekin ochilib yopilishlar cho'tka turibdi. Ozgina 1 santimetrcha bu yo'q cho'kkan. Shu tarafda mana grind yopishishni hisob olgan holatda yonni mana afshibga qilib berganda, ichkari taraf, yon taraf ochiqligi uchun shu tarafga moyillik bo'lgan darvoza shu tomonga cho'kkan ozgina 1 santimetrcha. Lekin ochilib yopilishlar o'shanda ham cho'tka turibdi. Kazirolar bilan oldiga 1.70, yonlarini ham ko'ryapsiz, cho'tka holatda leksalar bilan kazirolargacha qilib bergan. Darvozamiz bilasizlar, o'zimiz ideyadagi darvoza. Material cho'tka yeganmi aka? Qalin ekanmi? Ikki qavat ikkiliklis bo'lgan darvozamiz. Darvozani ochib yopganda, urganda doim aytaman, chun bo'lmaydi. Lekin mana darvoza ochib yopilishi har doim aytaman, bemalol kichkina farzandingizdan ochib yopiladigan holatda mana. Bitta qo'l bilan yopildi. Mana okalar. Oka darvoza buyurib nasib qilsin. Rahmat. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Uchrashmaganda mana nasib qilgan bugun ko'rishdik. Endi ozgina mana kamchiliklari bo'libdi. Xudo xolasa to'g'rilaversa bo'ladigan holat chiroyli bo'ladi. Buyurasiz, aka. Xullas kalom bugun kunimiz Andijonda. Hozir bu yerdan keyin Xo'jobod, Andijon shahri, Bo'z, xullas kalom bugun boradigan lokatsiyalar hammasi Andijon bo'ldi. Hozir mana Asakadan.